Bugungi videomuz Minecraftda bir kun o'lmasdan yashab qolish. Qani bo'lmasam boshladik. Xo'p. Birinchi bo'lib daraxt chopish kerak. Uyni bloklarni olish uchun uy qurish kerak. Bu kerak. Shuni olish uchun daraxtni blokka aylantirib, keyin uyni qurishni boshlaymiz. Xo'p, birinchi daraxtni chopib oldik. Bu joyda yashab qolish qiyin. Wow! Oy! 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 Nega bunaqa tez o'lib qoldim? To'xtaydi, bolalar. Bunaqa tez o'lish kerak emas. Hisobga olmaymiz. Zombi bittada o'ldirib qo'ydi endi. Mayli, hisobga olmaymiz buni. Chunki men bilmay qolgandim. Ana endi haqiqiy o'yinni boshlaymiz lekin. Ana u narsa meni tayyorgan yalang'och kampir. Qoch! Narsasi o'lamiz narsasi deysiz. Chiqib kelmasin. Qoch. Qoch, ko'mir topdim, hali qaytaman. Qoch. Bor kuching bilan yugur. Kelib qoladi o'zini. Menimcha yo'qotdi-yu. Ehtiyot bo'lib yurish kerak baribir. Chunki juda xavfli o'rmonda paydo bo'ldi ekan bu. Hozir mana ko'rdinglar, ozgina oldi. O'ldirib ketdi o'sha g'alati sehrgar. Endi ishga kirishni boshlaymiz. Yana boshqatdan daraxt chopish kerak. Bu joyni ko'rdinglar, dahshat qo'rqinchli edi. To'g'risi, zo'rg'a to'rmizib oldim deganda cho'chib ketdim, lekin orqamdan ana narsa urib qoldi. Kelib bilmay qolgandim, bo'lmasam o'ynanglardim. Endi hozir men bu joyga qursam bo'ladi, normalniy qilib, chunki men bu daraxt chopib olsam, bu daraxt chopib olsam, men bu daraxt chopaman. Joy ochiladi, o'sha joyga uy quraman. Boydan beri o'tirib yurganman. Daraxt chopish cho'zilib ketdi. Umuman menga Minecraftda bazani ochib o'yinni boshlaganda daraxt chopish umuman yoqmaydi. To'g'risi, eng yoqmagan narsa daraxt chopish. Bolta olishim kerak. Mana shu daraxt chopib olay. Qolganini boltada tez zimbillatib kesaman. Hop. Endi bolta yasashim kerak. Inventorga kirib olamiz blok. Yana cho'p olib daraxtni adashib ketdim. Bizga kerakli narsani yasaymiz. Chiqmayapti. Yo'q.
Versakdan yasaladi. Oldin versak olishimiz kerak. Verstak. Bunaqa narsalar o'rgatibman. Xo'p, hamma daraxtga hozircha verstak blok olamiz. Keyin bloklardan verstak olamiz. Dahshat, daraxtimizdan ko'p blok oldik. Mana verstak ham chiqdi. Crafting table. Xo'p, bitta olamiz bundan. Endi buni bu yerga qo'yamiz. Ichiga kirib, mana qilich, lopatka, jirka va o'roq, bolta. Mana bizga bolta kerak. Agar yana narsa yetsa, qilichni ham olib qo'yaman, chunki kechqurun tushganda zombilar hujum qilish ehtimoli katta. Bizda mana bu qilich ham endi ochildi. Keyin biz mana bu narsalarni yig'amiz hozir. Boshqa daraxt chopmasamgina mana shu yerga ham yug'uraversam bo'ladi-yu. Mana bitta yuqoraman shu yerga. Hop, bu yerdan endi o'tlarni yig'ib olish kerak. Chunki quriyotganda bu o'tlar bizga xalaqit beradi, juda xalaqit beradi. Xo'p, o'tlarni chopib bo'ldik. Yana bu joyga uy qurish qoldi. Eshikni bu yoqdan qilmoqchiman. Menimcha fikrim yaxshi. Sal bundoq qilsam daraxt xalaqit bermas. Eshikni ikkitali qilsam chiroyli chiqadi. Shuning uchun ikkitali qilmoqchi bo'ldim. Endi bloklarni qo'yib chiqishim kerak. Bugun kechqurun tushguncha uyni bitirsak bo'ldi, boshqa ish qolmadi. Sal kichkinaroq qilsam bo'lar ekan uyni o'zi. Mana bunday qilmoqchiman, lekin daraxtni chopib tashlash kerak. Mana aytdim. Uy qurayotganda o'tlar ham asabni yeydi. Biz shu mayli yeydi asab. Noroq qilay. Mana shu yoqdan bitta bo'ladi. Hop. Yo, buni buzishimiz kerak, chunki shunday chiqmaydi. Mana qilsak. Uyimsan uy bo'ldi. Kechqurungacha bitira olmasak kerak, lekin do'stlar, to'g'risi qo'rqaman, chunki уже kechqurun tushdi. Hali nima qilamiz bilmadim. Menimcha yashab qololmayman. Agar o'lsam bu videoning ikkinchi qismi chiqadi. Kanalga obuna bo'lib qo'ying, tezroq 65 ta obunachi bo'lsa, shu videoning ikkinchi qismini chiqaraman. Like bosing. 35 ta likedan keyin tez 35 ta like yig'ilsin yoki tezroq 65 ta obunachi yig'ilsa ikkinchi qismi chiqadi videoni. U kechqurun do'stlar, nima qilishni bilmayapman. Zombilar yertadi hozir bizlarga kerak. Kunimiz qolmaydi. Daraxt chopib kelamiz. Ilojimiz yo'q endi. Qo'ldan bam ko'taramiz. Ketdi do'stlar. Nimadir ko'rindi mana shu. Atrofda nimadir ko'rindi lekin.
Xolasizlar videoni boshqatdan qo'yib ko'ringlar. Nimadir ko'ringanday bo'ldi. Mana shu daraxtlarni chopaylik, xalaqit beryapti-ku. Barglarni ham chopib tashlash kerak edi. Hop. Voy, blokim chopib yotibman-ku. Mana bu daraxtni chopib tashlaymiz. Keraksiz daraxtlarni chopib, o'zimizga kerakligini chopib, o'sha chopgan daraxtlarimizni, uyimizni yaqindagi daraxtlarni chopgan bo'lsa, ularni bargini terib chiqamiz. Mana bu daraxt xalaqit berishi mumkin. Mana shu daraxtni ham chopib ko'rsam. To'taylar. Zombi. Qochdi. Qilichni ol. Ketdi. Bizga yashash kerak. Voy, do'stlar, nima qilamiz hozir endi? Ikkita zombi qo'shib olganman. Do'stlar. Ma. Bo'ldi, birinchi zombi ketdi. Birinchi monsterni o'ldirdik. Ikkinchisi bu yoqda turibdi. Bu yoqda ekan. O'shni qilishimdan zombilar juda qo'rqityapti, lekin men o'vani o'rga borib, tez bloklarni yasab kelishim kerak, bo'lmasam ish yomon. Endi bu zombi xalaqit beradi. Yana bitta bor. Voy, orqadan chiqib keldi. Qaysi biriga qaray? Qoch. Qoch. 3 ta zombi qo'lab kelyapti meni. Yo'q. Xo'p, birinchisi o'ldi. Yaxshi do'stlar, davom etamiz. Buyoqqa. Qoch. O'laman hozir do'stlar. Voy. To'g'risi, shunisi o'lib qoldim. Demak do'stlar, bugun videoni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Baribir bir kunni hisoblash uchun kechqurun bu voqeaman yana zombi kelyapti. Bu videoning ikkinchi qismi chiqquncha boyaga shartlarni bajarasizlar. Bo'pti.